Odatda peshkom ko'p yuraman. Aynan shu kechki payt peshkom ko'p yuraman. Nimaga? Men bu yerga ketadigan yo'l bor. Quloqqa naushnik taqaman-da. O'zim yoqtirgan podkastlar bo'ladi. Mana shu havo zo'r bo'pti hozir. Men bu bahor bilan yoz o'rtasida, men bu aprel oylarida havo zo'r bo'ladi kechki payt. Tavsiya beraman kechki payt sayr qilishni. Va shunda o'zimga bitta narsani odat qilganman. Kechki payt asosan o'zimga yoqqan podkastlarni, o'zimga yoqqan insonlarning suhbatini YouTube'da eshitib ketaman. Quloqqa naushnik taqib olib, ishoninglar. Uyga borguncha shunaqangi zo'r ideyalar bilan boraman. Miya svejiy bo'ladi. Kimni yozaman-da, realizatsiya qilib tashlash kerak bo'ladi. Hozirgi men o'zim tengi yoshlarga hammaga o'zi bu narsani tavsiya qilaman. Juda ham foydali bo'ladi. Ko'ringlar. Mana yo'limizdan qaranglar. Shuncha qoldi. Orqadan anchasini bosib o'tdim. Ko'ringlar o'rtoqlar. Juda foydali narsa. YouTube'da meni endi kuzatayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Hali bir-ikki o'ylab qo'ygan planlarim bor. YouTube'ga qanaqa kontent olish to'g'risida mana foydali ma'lumotlar, o'zimizning sohamiz yoshlarga qiymat beradigan bir mavzuda hali suhbatlarimiz bor. O'ylab qo'ygan podkastlarim bor. Aynan shu o'ylab qo'ygan narsalarimizni ham mana shu yo'l davomida o'ylaganmiz, ideyalarni yozganmiz. Xudo xolasa endi realizatsiyasini ko'rish uchun obuna bo'lib qo'yishingiz o'zi kifoya. Rahmat jon, sog' bo'lsin.